Xudo xohlasa bu uyning farzandlari o'qimishli ziyoli farzandlardan bo'ladi. Shundoqqina Navoiy shahrining yuragi bo'lgan, Yangi bozorga yaqin, Yusul ofisining orqa tarafida joylashgan 3 xonali, 3-qavatda joylashgan kvartiramiz tezkor sotuvga chiqdi. Bu xonadon yashab turilgan xonadon hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Video davomida hozir uyning holatini tezkor obzor qilib beraman. O'zingiz bitta baho berasiz. Har doimgidek videoning oxirida narxini aytib o'taman. Demak, boshladik. Ko'cha eshigimiz. Kirganimizda mana shunaqangi prixoshkasi bor hamda bu birinchi xonamiz, yotoqxona qismi. Demak, holatlarini o'z ko'zingiz bilan ko'rib, demak, baho berishingiz mumkin. Bu yerda ko'rib turgan spalni hamda mebellar hammasi olib ketiladi. Ana endi navbat keyingi mehmonxona qismimiz. Mehmonxona holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mashalloh, uzunligini qarang. Bu yerdagi gilam pardalar siz bilan qoladi. Ana endi navbat 3-xonamiz. 3-xonani ham holatlarini ko'rib bitta o'zingiz baho bering. Ana bu yerda turgan mebelni olsak, bu yerda ham shuncha joy qoladi. Demak, endi kengligini tasavvur qilavering bu xonani ham. Oshxona qismimiz holatlarini bu yerda kengligini ko'rib bitta alohida like bosib keting yangajon. Xudo xohlasa mana shunaqangi keng oshxona sizga ham nasib etsin. Videoda ko'rgan kuxinni mebellar qoladi, texnikalari olib ketiladi. Demak, bu yerda ovqatlanadigan zona qilib foydalansangiz bo'ladi yoki bo'lmasa mana shunaqangi farzandlaringiz dars qiladigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi, xudo xohlasa. Demak, yuvinish xonasi, hojatxona qismi. Ana endi narxini aytaman. Narxi 835 million so'm. Albatta savdosi bilan. Quyidagi raqamlarga telefon qilib bu kvartirani, bunaqangi keng kvartirani xarid qilishga shoshiling, qo'ldan chiqib ketib qolmasin, ha.